21 sotuvdan oshiqroq maydonda o'sish olgan mana shu noturar joyimiz sotuvga qo'yildi. Joyimizning lokatsiyasini aynan mana shu joydan boshladim. Sababi asosiy liniyaning shundoqqina yonida. Shishaki bu tomonimiz mikrondan kelayerish, Xonobodga yetmasdan bu tomonimiz to'g'ri Xonobodga ketamiz. Mana bu tomonimizdan esa Irvodonga chiqib ketamiz. Shunaqangi yaxshi lokatsiyadagi joyimiz sotuvga qo'yildi. Yo'l bo'yidagi 2 qavatli bino shuni orqasiga to'g'ri keladi. Joyimiz 21,2 sotix maydonni o'z ichiga oladi. Barcha hujjatlari joyida. Hududda kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya bor, lekin bu joyimizga o'zingiz tortib olasiz. Bemalol tortib olsangiz bo'laveradi. Hujjatlar hammasi noturar shaklda hisoblanadi. O'zining alohida 4 ta xonadan iborat bo'lgan mana shunaqangi pishiq ishda qurilgan imorati ham bor. Noturar shakldagi hujjatlari hammasi joyida. Notarsga borib pulni sanaysiz. Mevali va yaxshi sifatli daraxtlari ham bor. Joyimizni ishlab chiqarish maqsadida ham klinika, dom qursangiz ham bo'laveradi. Hujjati hamma narsa uchun mos keladigan bo'lgan. Atrof muhit rozi qilib turib, xohlasangiz dom ham qurib olaverasiz. Narxini esa egalar bilan o'zingiz kelishib olasiz. Egalar telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoni Irvodon tomonidan yo bo'lmasam yo'l yuziga yaqin joyda noturar joy qidirganlarga jo'natib qo'ying. Ishlab chiqarishga ham, xohlagan turdagi ishga ham mos kelaveradi.